boks mashq qilmoqchi bo'lgan 50 qozoq qo'lga olindi. Sharqiy Turkistonning Altay viloyatida yashayotgan qozoqlar Xitoy tajovuzchilari tomonidan qattiq iskanjaga ilingan. Qozog'iston nupusiga o'tishdan burun Beyjingda o'tkazilgan Olimpik tantarbiya yig'inida mis medalga erishib, keyingi kunlarda boks sohasida yaxshi natijalarni qo'lga keltirgan Qanot Islomda boks mashq qilmoqchi bo'lgan 50 qozoq fuqarosi qo'lga ilinganligi oshkorlangan. Xabarlarda Xitoy tajovuzchilari boshqa nurg'un qozoqlarni qo'lga olganligi, qo'lga ilinganlarga Xitoyning to'qigan tuhmati bo'lsa, oldingi yillari Xarbinda musulmonlar tomonidan uyushtirilgan boks musobaqasiga qatnashganligi ekan. Qo'lga ilinganlarning ichidagi 5 kishi Qanot Islomning tug'ilgan yurti Qabaliq bo'lib, hamda Misrda tutilganlar ichidagi 20 o'quvchi Sharqiy Turkistonlik qozoq ekanligi ko'rsatilgan. Ostonada chaqirilgan 6-navbatlik Suriya muzokaralari yig'ini davomlashmoqda. Asosli kun tartib moddasini Turkiya chegarasidagi Idlibda ishga kirishtiriladigan to'qinishmaslik rayonining chegara liniyalari va boshqarish ishlari tashkil qilinadigan yig'inda hay'atlar 2-3 taraflik uchrashishlarni olib bormoqda. Harbiy o'qitichi manbalar bo'lsa, Turkiya va Rossiya kuchlarining Idlibdagi o'qitishlar va Idlibning sharqidagi Suriya armiyasi o'tirsidagi kuzatchi sifatida o'rin oladiganligini bildirmoqda. Hamda Suriya armiyasining tutqunlarni qo'yib berishi, o'zaro asir almashtirish, meyitlarni qo'yib berish va izdiraksiz yo'qab ketganlarni izlash qatorliq masalalarmi yig'inning kun tartib moddalaridan birini tashkil qilmoqda ekan. NATO dunyoni Shimoliy Koreyaga javob qaytarishga chaqirdi. NATO Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bosh kotibi Jens Stoltenberg Twitter orqali butkul dunyoga chaqiriq e'lon qildi. Shimoliy Koreya 14-sentabr BDTning qarorlarini ko'zga ilmay boshqariladigan bombasini qilib, xalqaro qonunga xiloflik qildi. Pyongyangning boshqariladigan bombasini xalqaroliq tinchlik va bexatarlikka tahdid soladi. Buningda dunyo xarakterlik javob qaytarilishi kerak dedi. Yonhap agentligi Janubiy Koreya armiya qo'mondonlik shtabi naql keltirib, 15-sentabr Shimoliy Koreya Sunan atrofida boshqariladigan bomba qo'yib berdi. Bomba Yaponiya havo tavalligidan o'tib Tinch okeanining shimoliga tushdi deb bayonot e'lon qilgan. Shvetsiyada avtomobil bomba qo'lga tushdi. Skoni rayonlik saqchi doiralarining bildirishicha, avtomobil bomba Lemo va Lond shahrining o'ttirsig'i joylashgan Lomba o'ltiraq mahallasidagi kontrol nuqtasida tekshirish jarayonida qo'lga tushirilgan. Shvetsiya qatnash idorasi bayonotchisi Katarina Wolframning aytishicha, voqeadan keyin E6 davlatlik tashyo'l taqalgan. Bomba mutaxassislari avtomobilni davomli tekshirayotgan bo'lib, shofir qo'lga ilingan.